demokratik islohotlar yo'li biz uchun yagona va eng to'g'ri yo'ldir. Yangi o'quv yilidan Toshkent gumanitar fanlar universitetida turk tili ta'lim yo'nalishiga qabul alohida e'tiborga olinadi, chunki siz Turkiyada ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Toshkentdan yukka yangi bir qadam, ilm ko'prigi kelajak uchun shu dam. Bog'ladi ikki elni bir maqsad, Turkiya va O'zbek buyuk bir davlat. Qalblarda g'urur, cheksiz imkon, yangi ufqlar sari parvoz. For extending well being to see this example. Özbek kardeşlerimizin bir ifade var. Dilimiz bir, tilimiz bir. Gönlümüz bir, dilimiz bir. Aynı zamanda acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Türkiye ve Özbekistan iki kardeş dost ülkedir. Kökü aynıdır. Aynı milletin iki devletidir. İnşallah bu iki devletli tek millet olarak ilişkilerimizi daha da geliştirecek. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Mana hurmatli talabalar, memorandumni ham imzolab oldik. Albatta bu memorandum universitetimiz talabalari uchun ham juda ham manfaatli bo'ldi. Albatta bu imkoniyatlar sizlarni yana ham sifatli ta'lim olishingiz uchunligini eslatib o'taman. Eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Barchamiz bir tana, bir jon bo'lib, yakdil va ahil bo'lib, harakat qilsak, halol pok bo'lib, yaxshi niyat bilan mehnat qilsak, har qanday marralarni egallashga, boshqacha aytganda, tarixning yangi sahifasini yaratishga qodirmiz.